Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana men. Bugun sizlarga hali Koreyada ham, butun dunyoda ham mashhur bo'lishga ulgurmagan, lekin kачествоsi bomba bo'lgan mahsulotni tanishtiraman. Do'konimizga yangi keldi. Biz buni SPF'larni sotganmiz. SPF'ni ishlatganlar juda ham yoqqan ko'pchilikka, shuning uchun qolgan mahsulotlarni ham olib keldik. Hozir sizlarga bu mahsulotlar nima uchun ishlatilishini hammasini tushuntirib beraman. Bu brend UIQ brendi. Asosan yuzi juda ham sezuvchan, ya'ni yuzi qizarishga moyil, bundan tashqari baryeri buzilgan hamda aknega moyil teri uchun ishlab chiqarilgan, aynan shunaqa teri uchun ishlab chiqarilgan va mana shu mahsulotlarni asosi ham shunga qaratilgan. Bundan tashqari anti-age effekt berishga ham urg'u berilgan. Birinchisi bu shunaqa ko'rinishdagi gidrofilniy maslamiz. Buni tarkibida niasinamid hamda vitamin C bor. Sizni yuzingizni baryerini buzmagan holatda chuqur tozalashga hamda poralaringizni ham niasinamid hisobiga chuqur tozalashga hamda poralarni biroz toraytirishga qaratilgan. Rahmat. Keyingi mahsulotimiz bu penka. Gidrofilniy masladan keyin albatta penka ishlatishimiz kerak. Bo'lmasa yuzimizda yopiq komedonlar hosil bo'lishi mumkin. Bizning penkamiz bo'lsa yuzni quritmasdan hamda baryerini buzmasdan tozalashga qaratilgan. Buni har qanaqa yoshdagi endi uhod va kosmetika ishlatishni boshlagan qizlar ham ishlatsa bo'ladi. Ampulasning tarkibida pH kislotasi, glukonolakton, ektoin hamda niasinamid bor. Ektoin bu yuzdagi mayda ajinlarni yoyishga qaratilgan. Shuni hisobiga agarda sizda mayda ajinlar bo'lsa, yoyilishini hamda niasinamid hisobiga poralaringiz torayishi hamda yuzingizni rangi tiniqlashishini kuzatishingiz mumkin. Bu ampula sizga glow effektini beradi. Keyingisi bu kremimiz. Agarda siz yuzingiz baryeri buzilgan bo'lsa hamda baryeri tiklashga qaratilgan, bundan tashqari yuzni tinchlantiruvchi krem qidirib turgan bo'lsangiz, bu brendi kremi aynan siz uchun. Baza qilib ishlatsa ham zo'r bo'lar ekan. Yaltillab turishini qaranglar. Yaltillab turasiz. Tiniqlashtirdi qandaydir qo'limchi. Krem ishlatishga erinchoqlarga bo'lsa, bu kompaniya, ya'ni UIQ brendidan mana shunaqa krem va mistimiz bor. Bu mist ishlatishga juda ham qulay. Bundan tashqari yuz mikrobiomini qayta tiklashga qaratilgan. Ishlatganingizdan keyin yuzingizga glow effektini beradi. Menga o'xshagan erinchoqlar uchun juda ham qulay narsa. Maskani yaxshi ko'radiganlarga UIQ brendining maskalari ham bor. Ichida 5 ta bo'ladi. Tarkibiga keladigan bo'lsak, proteza hamda lactobacillus. Proteza bu sizning yuzingizga peeling effektini berishga qaratilgan, ya'ni lyoqki peeling qilib bersa, lactobacillus bu foydali bakteriya, yuzimizdagi foydali bakteriya hisoblanadi. Aknega moyilligi bo'lgan yuz terisini tinchlantiradi, yuz baryerini tiklaydi hamda chuqur namlantirishga qaratilgan. Bu nabora menga eng yoqqan narsasidan bittasi ko'z atrofi uchun kremi bo'ldi. Kremi alohida ko'rinishda, mana ko'rib turibsizlar. Kremi yaxshiroq singish uchun menimcha Medico brendidan ilhomlangan holatda maxsus apparat yaratishgan. Ko'rishingiz mumkin. Bossangiz yonadi. Bu sizni ko'z atrofingizga surtgan kremingizni yaxshiroq singishi uchun yordam beradi. Menga juda ham yoqdi. Buni olib ishlatib ko'rishni hammaga maslahat bergan bo'lardim. Kechki uходini boyitmoqchi bo'lganlarga shunaqa ko'rinishdagi essensiyasi bor bu brendni. Bu asosan yuz terisini namlashga hamda chuqur oziqlantirishga qaratilgan. Buni kunduzi, ya'ni quyosh sizni yuzingizga to'g'ridan-to'g'ri tushadigan holatda ishlatish mumkin emas. Shuning uchun faqatgina kechqurun ishlatgan ma'qul. Yana bitta ampulamiz. Bu 30 yoshdan keyin yuzda asosan ajinlar chuqurlashishni boshlagan hamda ajinga qarshi uhod qilayotgan ayollar uchun mo'ljallangan. Chunki bu asosan yuzdagi ajinlarga qaratilgan. Buni funksiyasi ajinlarni yoyishga hamda yuzingizni oziqlantirishga, yuzingiz elastikligini oshirishga qaratilgan lifting ampula. Bu brendni har xil yuz terisi uchun turli xil kremlari bor. Men sizlarga ko'rsatib berganim bu namlantirish hamda oziqlantirishga qaratilgan bo'lsa, bunisi asosan juda ham sezuvchan bo'lgan
hamda yuzi qizarishga moyil bo'lganlar uchun aynan shunaqa baryerini tiklashga qaratilgan hamda tarkibida foydali bakteriyalar bilan to'yintirilgan krem ham bor. Bundan tashqari yana boshqacha kremlarimiz ham bor. Kechki uxot uchun mo'ljallangan. Bilasizlar, bizda yuz tekshiruvchi maxsus apparatlarimiz bor. Kelganinglardan keyin mana shu apparatlarda yuzingizni tekshirganimizdan keyin siz uchun mos keladigan ideal kremlarni, ideal ampulalarni hammasini o'zimiz sizlarga moslab yig'ib beramiz. UIK brendini SPF'larini birinchi olib kelganimizda klientlarimizga yoqqanligi uchun boshqa naborlarni ham olib kelganligimizni sizlarga aytdim. Bundan tashqari bizga shu brenddan stikli SPF'larimiz ham kelgan. Hech qanaqa hidsiz. Bu brendning foydali deymanmi, ustun jihatlaridan biri deymanmi? Hech qanaqa hidi yo'q. Mahsulotlari sizni me'dangizga tegadigan yoki sizga yoqimsiz bo'ladigan hech qanaqa hidi yo'q. Shu bilan birga SPF, ya'ni stikli SPFlarni ham hech qanaqa hidlari yo'q. Agarda sizni hidiga allergiyangiz bo'lsa, qanaqadir yoqimsiz hidlarga allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Yuzida mat effekt xohlaydiganlar uchun stikli SPF juda ham yaxshi variant hisoblanadi, chunki bu SPFdan keyin sizning yuzingizda yaltiroqlik emas, asosan mativ effekt hosil bo'ladi. Sizlar bilan Unico parfyum bo'ldi. Sizlarga qiziq bo'lsa, nima sizlarni qiziqtirsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi safar aniq sizlar so'ragan narsa haqida ma'lumot berib o'tamiz.